Agar O'zbekistonda mana shu ayoldan kuchli ayolni yoki kuchli erkakni to'y bersangiz tan beraman. Mana Men shu uchun bu ayol bolalar dunyodagi meni eng bolalarim kuchli shu inson endi qo'ydi. shunday bo'lib qolgan, to'rtovi ham yurolmaydi. Shunaqa endi qarovchisi ham o'zim, boshqasi ham o'zim qarovchisi yo'q. Otalari o'lib ketgan. O'zimning qo'limda men ham yurakdan operatsiya bo'lib qoldim. Men ham shular qatorida bo'lib qoldim, 5 ta bo'lib qoldik endi. Nima deyman, qo'l kuchim yetgancha qarayman shularga. Ovqati, noni, gatakda shu kuchim yetgancha shularga qarab o'tiribman. Kaftimga to'kildi durdek duolar. Iltijoga to'lsin yeru samolar. Kechir, o'tgan bo'lsa mendan xatolar. Rahmat. Onamni jonini og'ritma Robbim. Rahmat. Bir umr men uchun duoyi jonda. Uningdek mehribon yo'qdir jahonda. Tunu kun yolvorib so'rayman sendan. Onamning jonini asra Allohim. Onam xasta bo'lsa olam zimiston. Dunyoda yurmakka qolmaydi imkon. Sajdadan boshimni olmayman ishon. Onamning jonini og'ritma Robbim. Qayerda?